Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan Minecraftda horror o'yin o'ynaymiz. Ya'ni horror one block. Bu yerda biz mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana shu yerda biz horror blok bor. O'sha har kechqurun qo'rqinchli tovushlarni eshityapsizlarmi? Bu degani yaqinda bizning yonimizga bitta neger keladi. Xullas, o'sha negerni yo'q qilishimiz yoki tushirib olamiz, xullas ko'tiga tepib haydaymiz. Xullas, mana shu blok, xullas. Bundan turli xil hayvonlar, zombilar, shunga o'xshash narsalar paydo bo'ladi. Ular kechqurun xavfli mavjudotlarga aylanadi, ayniqsa yomg'irli kunlarda. Hozirroq kanalga obuna bo'linglar va meni qo'llab-quvvatlagan. Qo'rqib ketdim. Masalan, har bir bu yerda biz 20 kun yashab qolishimiz kerak. Bugun 10 kun yashab qolamiz va buning uchun bizga kravat kerak. Tezroq kunlarni mana o'sha shoxli neger yo'qol. Yaxshi ham hujum qilmadi bu. Aytdim-a, sizlarga oddiy sigir bo'ladi, ertalab yomg'irli kunlarda kechqurunlari shox o'sib chiqib turadi bular. Ana qovoq ham paydo bo'ldi. Xullas, biz nima maqsad, xullas uy quramiz. 20 kun omon qolamiz. Yo. To'g'risi bizga qo'y kerak, kravat va sandiq, sabzi, cho'p. To'g'risi menimcha bizga qilich kerak. Bekorga aytmayapti. Men bekorga bitta tayoq bermadim. Qilich yasov deb aytibdi kot. Yana bitta muz kartoshka urug'. Menimcha yaqinda nimadir paydo bo'ladi-da. Yoqmayapti. Ikkinchi level yaxshi. Bu degani biz rasta aniqlarni olamizda. Tosh qavlaymiz degani. Menimcha bo'ldi. Keyin bemalol yana bitta warden blok nimaga? To'g'ri aytmoqchi, bunda har xil narsa chiqadi. Qasumi, boshqa narsa yo'qmi? O'sha daraja ham bermayapti. Yana qandaydir bloklar. Oltin. Afsus. Balakat. Ishlamayapti-da. Vardan neger. Yo'q. Yegur. Voy. Pastga tushyapmiz. Shuncha narsa. Kim do'kildi? Balakat, endi bundan qanday qutulamiz? Yo'qol. Yo'q. Qonimiz. Yo'qol. Balakat. Yo'qol.
Qanday biz yer emas. Qani qutulamiz bundan o'ylash kerak. Yer emas. Yomg'ir ham yog'di. Nima qilamiz? Itarib olib ham itarib olsak bo'lar-ekan. Alvida. Boshqa ko'rishmaymiz deb umid qilaman. Xudoga shukr. Bu stalbani kim qo'yib ketdi? Tavba. Xavfli ekan palakat. Bitta fikr keldi. Hozir biz 90 nima bu? 99%. Aytmoqchiman endi cho'p bu. Mana bu bor unisiga. Bu bor. Keyin nima bo'lyapti? Bo'ldi-ku aytmoqchi. 100%? Nima? Hujum qilma bolam. Qanday? Qutuldim yana bitta. Bu nimasi? Har bir qo'rqib ketdim men. Hattoki turib qovlashdan ham qo'rqib qoldim. Bu yer emaslarni deb. Orasini o'raymiz. Yana bitta vardim bu, lekin bu nega zombi onovlar paydo bo'lsa yaxshi yechimda lekin. O'zi hayron bo'ldim nega Vardon anaqasi blogi paydo bo'ldi xullas. Kutilma. Astagfirullah, palakat haram. Astagfirullah. Hali bir kun ham o'tmadi. 8 minut o'tib ketdi. Yaxshi ham qornim ochmaydi. Taxta ekan. Yana oltin. Temir chiqsin. Temir buloq. Nega oltin buloq hech ham chiqmayapman? Men ham chiqmadi. Yana oltin buloq. 50% qopti. Bu sinish anaqasini ko'rsatadi. Ekan pasimizdagi. Yana oltin. Uxlab olsammikin? Mayli, shunday qattiq joyda uxlaymiz. Ertalab ochsa ko'rishguncha. Ertalab ham yomg'ir yog'ib yotibdi. Hech narsa spawn bo'lmadi hali ham.
25% qopti kirkam. Bu yana bitta suyak. It chiqsa ya faqat ana bo'lmasa bo'ldi. Yana oltin buloq. Sularni ololmayotganim biram izvatsiyada zalga ketyapti. Yana bitta. Bu to'rlar o'zi nimaga ekan? 18 ya'ni 10 9 7 5 4 3 2 1 kirkam sindi. Temir ham chiqmadi. Buni taxtaga aylantiramiz. Bundan yana bitta kirka. Negadir temir chiqmayapti? Shunga hayronman. Yana oltin. Temir chiqsin. Menimcha bundan keyin yaxshi narsa bo'lmaydi. Darrov bularni yig'ishtirish kerak. O'zim vardini qanaqasiga tushirib yuboraman. O'tirib olaylik. Nima edi bu? Nima qanaqa neger? Soat, kun, tun. Nima? East me teme nurik. Blin, yo'q. Ya, jinursi. Meni yemoqchi bu. Qo'y. Juni. Yaxshi. Menimcha shu qismda tugatsak-ekan. Keyingi qismda nima bo'ladi? Bilin. Bu nimasi? Tinchlan. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni kuzatyapti u. Nima qilaman? Keyingi qismgacha tirik qolamanmi o'zi? Tinchlan. Mayli, obuna bo'linglar, like bosinglar. Keyingi qism albatta chiqadi. Tezroq obuna bo'linglar, iltimos. 100 ta yo xullas 1000 ta bo'lish niyatim bor. Hali 1000 ta ham bo'lmadim. Tezroq obuna bo'linglar. Bundan keyin to'g'risi menimcha bu video juda zo'r chiqdi. Lekin ana u neger Herabrin ko'zlari bor edi. Menimcha bu yaxshilikka emas, mayli, xayr.